Po'lat alemdar yaxshi ko'rgan ovqat minimenni qayoqda zo'r tayyorlashlarini bilasizlarmi? Bu taomni Dodaxo'ja qilib Seulmunda joylashgan Cafe Mersinda tayyorlashadi. Shinam atmosfera va suv yonida joylashgan sokin joy. Minimenni yeb ko'rishdan oldin ishtahani maksimum ochib olish uchun limon his sharbatidan ichib oldim. Minimenning mazasi shunaqangi zo'r, o'zingizda Turkiyaga borgandek his qilib olasiz. Tantunining mazasi ham minimendan qolishmaydi. Go'shtning mazasi sariyog bilan zo'r kombinatsiya bo'libdi. Undan keyin shu frini firmenli sousimiz bilan yeb ko'ring. Shu uchun ham alohida kelishadi deyishdi. Har qayerda yetishgancha bor ekan. Keyin desertga hujumni boshladim. Bardak choyni originaldan quyib olib, tekin bo'lgan qandlarni ham sovoldim. Bu yoqda desertlarni turli xillardan topishingiz mumkin ekan. Undan tashqari do'stlar bilan kelib, istaladan chaqib, suhbatlashib o'tirsanglar ham bo'ladi. Shu videoni kim bilan kelishni xohlasangiz, o'ziga jo'natib qo'ying. Kelib hordiq chiqarish uchun juda ham zo'r va sokin joy ekan. Tavsiya qilaman. Tohir aytgandek, ko'ngil na choy istar, na bir choyxona, ko'ngil diydor istar, choy bir bahona. O'rtoqlarni olib kelaverasizlar. Manzil Seulmun ko'chasi, shundoq baynalminal ko'chadan Nextga qarab ketaverishingizda, 10 tomoningizda birinchi parkovka keladi, shuni birinchi qavatiga tushib, 10 tomoningizga qayilganingizda Cafe Mersinni ko'rasizlar. Aniq lokatsiya Telegram kanalda.